Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz dars temamizning 5-elementi. Bor haqida gaplashamiz. Bor forschada boro deb ataluvchi mineral nomidan olingan. Atom raqami 5 bo'lgan kimyoviy elementdir. Borning kimyoviy belgisi B. 1828-yili ingliz olimi Humphrey Davy tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 5, atom massasi 11, normal sharoitda bor qattiq, rangi qora, klassifikatsiyasi nisbatan metal, elektromanfiyligi 2, qaynash temperaturasi 4200 Kelvin yoki 3927 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 2349 Kelvin yoki 2076 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 2,34 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Humphrey Davy rasmini ko'rishimiz mumkin. Bu olim 1778-yilda tug'ilib, 1829-yilda vafot etgan. Borda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, borda kimyoviy belgisi B, atom tartib raqami 5, nisbiy elektromanfiyligi 2, atom massasi 11, elektron konfiguratsiyasi 2s2, 2p1 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, bor kristalini ko'rishimiz mumkin. Atom tuzilishi. Atom tuzilishida borda 5 ta elektron bor. 5 ta elektron atomda harakatlanadi to'xtovsiz. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 5 ta protoni bor va 6 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun bor haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.